Qala qale yaxshi o'tiribsizlar, tinchmi, sonli yaxshimi? Kamchiliklar yo'qmi? Hammasi yaxshi, yetarli. Kamchiliklar bo'lsa ha endi to'ychilik. Yaxshi niyatda to'ylar qildik, mehmon bo'ldi ko'pchilik. Mo'min aka, Ha, 5 ta. nima 5 ta? To'yda oldin so'radingiz, nechta bola bilan gaplashgansan deb. 5 ta bola bilan gaplashganman. Nima endi to'ssan? To'yda oldin aytganda uylanmassiz-ku. Uchta? Uchta qizingiz bo'lganmi? O'g'il bolaga bo'radi. 3 ta bolam bor. Nima? Yor yor ey, to'ylaringiz bo'lsin muborak.